Toshkent raqamli avtomobil haydovchisi Navoiy raqamli haydovchiga yo'l o'rtasida ayollar oldida "Indeysan, Xaribsan qishloqi" deb baqirgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Endi bir savol. Ayollar oldida beodoblik qilib baqirgan, yo'lda to'xtab janjal chiqargan, haqoratga ham sizlab javob berayotgan odamga qarshi o'zini yo'qotib qo'ygan aslida kim qishloqi? Xuddi shu yerda javob ham bor. Navoiy haqida bir nechta so'z aytib o'tish kerak. Bu oddiy viloyat emas. Ta'lim bo'yicha Navoiy respublika miqyosida yetakchi viloyatlar qatorida turadi. Tilla qazib olish bo'yicha Muruntov koni dunyoning eng yirik konlaridan biri. Butun O'zbekiston oltin zaxirasining asosiy qismi aynan Navoiyda. Shu shaharga qishloqi deyish faqat o'zini johilligini namoyish qilishdan boshqa narsa emas. Agar o'sha inson Navoiyga o'zi kelsa, biz unga shaharni ko'rsatib, munosib mehmon qilgan bo'lardik. Chunki biz shundaymiz. Toshkent haqida ham adolatli gapirish kerak. Toshkentda millionlab madaniyatli, bilimli, odamgarchilikni biladigan insonlar yashaydi. Bu bir kishi ularni vakili emas, bunday odamlar har qanday shaharda bor, lekin ular jamiyatni orqaga tortuvchi ozchilik hisoblanadi. Jamoat joyida mahalliychilik qilgan va tinimsiz haqoratli so'zlar ishlatgan shaxsning qilgan ishiga qonuniy baho berilishi shart deb hisoblaymiz.